Hali ham shu kabi ifodalarni ko'rganda matematika men uchun emas deb o'ylaysizmi? Keling shuni birgalikda tushunishga harakat qilib ko'ramiz. Birinchi o'rinda x ning bir darajasini x ning boshqa bir darajasiga bo'lish nima ekanligini tushunib olamiz. Bu shunchaki x ning bir darajasi minus x ning boshqa bir darajasi degani. Yana ham tushunishga osonroq bo'lishi uchun, masalan, 2 ning kubini 2 ning kvadratiga bo'lib ko'ramiz. 2 ning kubi bu 2 ko'paygan 2 ko'paygan 2 degani, to'g'rimi? 2 ning kvadrati esa 2 ko'paygan 2. Endi tepadagi ikkilarni ikkitasini pastdagi ikkilar bilan qisqartirib yuborsak, bizda 2 qoladi. Bu esa 2 ning birinchi darajasiga teng. Endi 2 ning kubini 2 ning kubiga bo'lsak nima bo'ladi? Bu degani 2 ning 3-darajasi minus 2 ning 3-darajasi, ya'ni 2 ning 0-darajasi. Lekin e'tibor bering. 2 ning kubini 2 ning kubiga bo'lish bir sonni o'ziga bo'lish degani. Shundaymi? Matematika qoidalariga ko'ra, bir sonni o'ziga bo'lsak, 1 chiqadi. Demak, 2 ning 0-darajasi teng 1. Videoni shunchaki ko'rib o'tib ketish yaxshi emas. Bilimingizni tekshirib ko'ring. Bu misollarni ishlab, javoblarni izohlarda qoldiring.